bog'larda eng katta xatolardan biri taydan chiqarganlarini olib tashlamaslik. Mana bog' yaqinda qo'ygandik. Bu bog'da juda ham ko'p taydan chiqargani bor edi. Biz aytgan usulda mana olib tashlandi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ozgina tomirchasi bilan chiqadi. Bu shuni belgisi bo'ladi. Gilos bog'larda bu daraxtlarga borayotgan ozuqani teng yarimidan ko'p qismini yo'lda ushlab qoladi. Shuni hisobiga daraxtga ozuqa yetib bora olmasligini hisobiga yiliga o'sadigan shoxlar nisbatanligi va ularga boradigan ozuqalar kamligi uchun daraxtda meva ozayish natijalari ham ko'p kuzatilgan. Internetlarda qo'yib borishyapti. Do'stlar, valavoy gilosini ko'pchilik odamlar buzdirib yuboryapti. Shoshilmay turing. Agar sizda valavoy daraxti bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bog'ingizni buzishga ham shoshilmang, chunki valavoy daraxtlari meva qilishi mumkin. Inshaalloh, Xudo xolasa 2026-yili 10 ta odam bilan shartnoma qilganmiz. Valavoy daraxtini turli O'zbekistonning viloyatlarida, valavoy daraxtlarida meva qilishga harakat qilib ko'ramiz. Agar inshaalloh shu natija beradigan bo'lsa, butun ommaga aynan shu videolarda, shu ishlarni targ'ib qilamiz. Sizni valavoy daraxtingizdan yana avvalgidek bemalol o'zingiz xohlagancha daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganlaring valavoy bog'i. Bu yerda agronomlikdan foydalanishyapti. Daraxtimiz taxminan 5 yildan beri arra tegmagan. Sabab mana bu yerdan kesilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Kuzgacha bu yergacha o'sgan, erta bahorda shoxlab yana davom etgan. Taxminan daraxt 5 yildan beri arra ham, qaychi ham tegmagan. Endi buni kesib daraxtni o'z holatiga keltirib, inshaalloh bu ham biz bilan shartnoma qilgan odamlardan biri. Bu bog'da mevaga kirgizib sizlarga ko'rsatamiz. Manzil Farg'onada. Agar kuzatib borsalaring, podpisatsiya tugmasini ezib qo'ysangiz, siz aynan shu daraxtlar meva qilganda ko'rishingiz mumkin. Va agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, natija ola olsak, sizga ham taklif kiritamiz. Bepulga daraxtingizni biz aytgan yo'nalishda qarab borib, valavoy daraxtidan bemalol yana natija olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar, like bosamiz. Do'stlar, bu videoni valavoy bog'i bor akalarga, ukalarga, fermerlarga jo'natib qo'yinglar. Zero buzishga shoshilmay tursin, yana 1 yil, 2 yil. Agar shunda meva qilgizalmasak, keyin buzib yuborishlari mumkin bo'ladi, lekin buzishga shoshilmang. Biz qilib borayotgan ishlar orasida shu kungacha hamma valavoylar zo'r meva qilyapti. Mana bu umuman meva ola olmayotgan bog'. Inshaalloh, Xudo xolasa bu yil 26-yili shu bog'ni mevaga kirgizib, mevasini hammaga ko'rsatamiz. Bitta bu bog' bas, 10 ta bog' bilan shartnoma qilganmiz. Namangan viloyatida, Farg'ona viloyatida, Buxoro viloyatida, Toshkent shahrida 2 ta bog'imiz bor, Parkentda ham bor. Shu oralig'da Andijonda, hamma viloyatlarda, tog'li, adirli, Adirolda, daryoga yaqin joylarda ham bog'lar bilan kelishib olganmiz. Hammasi bir xilda meva qiladimi yoki yo'qmi? Aynan bu valavoy ustida olib borilayotgan natijali ishlarimizdan biri bo'ladi. Ko'rib boringlar, kuzatib boringlar. Inshaalloh, Xudo xolasa albatta valavoyni mevaga kiritishga harakat qilamiz. Bu bog'ni Xudo xolasa kesamiz, kesish ishlarini olib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar.